To'xtang, Nima shu uyda o'tiradigan otangizga qimmat cho'pon olib berishingiz shartmi? Mehmonga otam kelar ekanda boshdan oyoq kiyintirmoqchimisiz? Undan ko'ra menga olib bering. O't-bo'tga kiyishga normalniy shubam yo'q. Ko'p gapirma, yur. Yaxshi kelamiz. Assalomu alaykum, do'konimizga xush kelibsizlar. Yaxshi do'stlar, hozirgi kundagi trenddagi cho'ponlar mashimi? Albatta, Rido o'zimizning milliy brendda har xil cho'pon va nimchalarimiz bor. Qaysi biridan bering? Unda adamdagi ovotunini eng yaxshisidan bering. Namuncha adamlab qoldingiz? Arzonroq nimcha olsangiz ham bo'ladi, hali uyda shuncha ishimiz turibdi. Unaqa demang. O'zim otamga o'g'lim. Marhamat aka, yaxshilikka kiysinlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Onasi bugun adam keladilar. Shunga tuzukroq ovqat qilib qo'ygan. Xo'p, mashqqa ketdi. Xo'p. Zarilam kelgani yo'q. Qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketadi. Qani? Marhamat adajon. Kech bo'lganda sizlarni ham ovora qildim deb bolam. Nimaga unaqa? Ani. Voy adajon, assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, qizim, ranglaring oqarib ketdi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo'q, ada, hammasi yaxshi. Hay, aytgancha sizga sovg'a olib qo'ygan edi qizingiz bilan. Hozir olib chiqaman. Yuring adajon, kiring. Ha. Qani adajon? Nima qilardinglar bunaqa narsaga ovora bo'lib, odamni hijolat qilasiz-da. Do'konga men ham boraman deb narsa qaysarlik qildi. O'zi kirib olib eng yaxshisini berasiz deb shuni oldirtirdi menga. Aytgancha onasi bor ovqatini ham pishgandi. Qani, o'tiring. Hozir. Bekzod aka, Tinchlikmi? men adamlar kelayotganini aytmadingiz. Tuzukroq ovqat qilib turardim. Hech narsa qilmagan edim-da. Ko'nglim sezgan edi. Xavotir olma. Ovqat zakaz qilib qo'yganman. Meni kechira qoling. Boshqa unaqa ish qilmayman. Shuni unutmang. Ota-onani begonasi bo'lmaydi. Bilmez idim